Men shu Baxtiyor otaga kelganimizda sababi mana shu gijjalar bo'yicha davolayotgan Baxtiyor ota shu yerga keldim. Eshitib, men shu Buxorodagi qizimni qizchasini ichida gijja bor ekan. O'zimda Narpaydan bu ikkinchi katta qizimni o'g'lida gijja bor ekan. Yuzlarida xushki, uni kiprikchalari nima bo'lib, to'kilib nima bo'libdi. Hozirda yana ham katta qo'rg'onga tushgan bitta qizimda nima sochlari to'kilib ketyapti. Sochlar to'kilishlar bo'ldi. Mana shuni ham olib keldim. Chunki birinchi olib kelganimda mana shu Diyarbek nevaramni gijjalar tushib, o'zgarish seza boshladik. Qornilar, damlari ketdi, xushklari ketdi. Ko'p ovqat yeydi. Ovqat yeyishlari normalni bo'ldi. Yaxshi, holsizlanaydi. Mana shular ancha yordam qildi mana shu kishini nima giyohlari. Shuning uchun yana mana shu bolalarimni olib keldim. Shifo topdik, rahmat shu kishiga. Hozir muammo bo'lib kelyapti xalqda chiza. Shunday og'doqlarni bilan nima qilib turib, qizdirib, o'zimizda tabiiy surtmalar bor, surtmalar bilan surtib, og'doqlarni ketkazib kelyapmiz o'sha davolanish jarayonida. Men Xushvaqtov Baxtiyor Po'latovich, Samarqand viloyati Ishtixon shahridanman. 12 yildan beri mana shu Baxtiyor ota fitoterapiyasida gijja va qurtlar tushirish bosh shifokor tabib bo'lib ishlayman. 10 dan ortiq shogirdlarim bor. Shifoxonamizda bemorlarni faqat giyohlar bilan davolaymiz. Shu yo'l bilan gijja qurtlarni tushirib beramiz. Gijja va qurtlarni tushirish davrida bemorlarga beriladigan giyohlarimiz faqat gijja qurtlarni tushiribgina qolmasdan barcha kelgan bemorlarni ichki va tashqi kasalliklarni ham tuzatib kelyapti.